Hammalarga salom. Sizlar bilan yana Kixon. Bugun mana shu kartamiz chekkasida joylashgan bir maxluqni yoniga borib ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Videoni boshlashimizdan oldin shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yo'l-yo'lakay sizlarga bitta maslahat bersam, mana u haromdan bo'lgan bir iflos bir mashinani minmaylar uzoqqa bormoqchi bo'lsalar, bu tumalab bir 3 metr yuradi, 8 metr tumalar ekan, 3 metr yurib 8 metr tumalar ekan. Bunaqa bilan minib bo'ladimi bu mashina? Mo'qaylar ketdi, mana hozir tumalar, bir narsalar olib ketadi, xullas. O'nqara, ana. Dadam o'g'li emasman agar mana shu Miradon yana bir marta mingan bo'lsam. Xo'p, sizlarni endi ko'p kuttirish niyatim yo'q. Videoni tezlashtirib olamiz. Davay. Mana sizlarga aytgan joyimizga soppa-soq esalomon kelib oldik. Endi hali qizil maxluq tiqtirsak, qani u maxluq qayerda bo'ladi bu? Hozir shas bitta bint o'rab, bitta bo'tib otib qo'ymasin endi. Atak shu tomonda aytdim, men videoda ko'rganimcha bu qayerga ketib qoldi yo yo'qmikin? Bo'pti, qaytdik. Nima ham qilardik? Qani bitta qarab ko'ramiz. Yo'q-da, mana hech narsa yo'q. PUBG bizni aldabdi. PUBG'ning ustidan men yozaman ertaga. Biladiganlar bo'lsa bu maxluq qachon chiqadi? Kommentariyaga yozib olinglar, biz ham ko'raylik.